Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Ko'pchiliklarning talab va istaklaridan kelib chiqib, bu GCB bo'miq texnikalarini qanaqa qilib olsak bo'ladi degan savol juda ham ko'payib ketdi. Bunga bitta kichkinagina oydinlik kiritmoqchiman. Birinchidan 100% to'lov yo'li bilan. Naqd перечисление, boshqa yo'llar hammasi farqi yo'q, 100% to'lash. Ikkinchi usul 50% ni to'laysizlar, qolgan 50% ni 15 oydan 14 oygacha bo'lib to'lash. Muddatli to'lov deyiladi. Bunda o'zingizlar nomingizga o'tadi texnika. Uchinchi yo'li, agar mablag'ingiz undan ham 50% dan ham kamroq bo'lsa, unda kredit qilgan ma'qul bo'ladi. 30-36% boshlang'ich to'lov bilan 3 yildan 5 yilgacha bo'ladi va o'zingizlar nomingizga o'tadi bunda ham texnika. Endi 4-chi usulimiz minbar uzr. 4-chi usulimizda 15% dan 30% gacha mablag'ingiz bo'lsa boshlang'ichi, unda lizing bo'ladi. 3 yildan 5 yilgacha lizing shartlarida kelinglar, xohlagan usulda kelsanglar bo'ladi, qilib beramiz. Bo'lib to'lash yoki 100% to'lash yoki kredit usullarini 3-4 soatda hal qilib beramiz. Muammosi yo'q, kelinglar, foydalanib qolinglar.